Misol uchun bitta universitetni bitirish Turkiyada qiyin. Hatto bitta universitet nomini aytmay, 2 yil davomida 1000 ta o'zbek borgan bitta universitetga. Statistikani aynan yuborgan odamni o'zi aytib beryapti bizga. 1000 ta o'quvchi yubordim dedi. 1000 ta o'quvchidan 150 ta, taxminan 150 tasi bitirdi dedi. Qolgani bitira olmadi. Ya'ni bir xillari aytaylik ishga berilib ketib qoldi, o'qishni tashlab qo'yishdi va yo'da sizni baholaringiz pasayib ketdimi, uje sizni ularga keragingiz yo'q haydab yuborishadi. Turkiyani tanlayotgan talaba, misol uchun faraz qiling sizga savol bersa, nimaga Turkiya? 3 ta so'z bilan nima deb ta'riflay olasiz? Hatto bizda shunaqa holat bo'lgan, o'tgan yilgi talabani yuborganmiz, farg'onalik bola. Oddiy misol, Toshkentdan Istanbulgacha biletni $250 ga olgan, taxminan. Istanbul aeroportidan Istanbul markazigacha $300 ga taksida borgan. Shunaqa holatlar ham bo'lgan. Ya'ni shunchalik oddiy farosat ham bo'lish kerak-da. Buni qanaqa men $300 senga beraman? Biletga $250 berayotgan bo'lsam deb o'ylasham kerak. Ayniqsa ba'zi bir qizlar boradi, qizli ish topish juda ham qiyin bo'ladi. Ya'ni agarda bitta ota-ona qizini yuborayotgan bo'lsa, bu yoqdan moddiy tomonlama qo'llab-quvvatlay olishi kerak deb o'ylayman. Chunki qizlarning o'tda ish topishi sal qiyin bo'ladi. Misol uchun iyunda borgan talabamiz hali ham ish topa olmayapti, qiynalyapti. Barchaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Tuzumsizlar talabachilik podkasti yangi soni va bugungi mehmonimiz Yangi asr universitetining turk tili filologiyasining 3-bosqich talabasi Nodirbek Husanov va ular Turkiyaga o'quvchilarni jo'natish bilan shug'ullanadilar. Turkiyaning nufuzli universitetlariga. Xush kelibsiz Nodirbek. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Shu aytganingizdek Husanov Nodir Yangi asr universitetida turk tili filologiyasi bo'yicha o'qiymiz. Shu bilan birga Turkiyaning nufuzli o'sha davlat universitetlari, xususiy universitetlariga talaba yuboramiz. Xush kelibsiz. Rahmat. Bugun siz bilan o'zbek ta'limi, O'zbekiston ta'limi, Turkiya ta'limi va u yoqqa ketayotgan talabalar haqida suhbatlashamiz. Xudo xohlasa. Savollarim birin-ketin boshlayman. Bugun o'zbek talabalari Turkiyada o'qish meni nazarimda ko'paydi. Bu qaysi ma'noda yaxshi, qaysi ma'noda yomon? Nimaga? Hamma ketayotgan talabalar ham faqatgina o'qish uchun ketyaptimi yoki ko'pchiligi sayohat uchun, shunchaki aylanib kelish uchun ketayotgandek tuyulmayaptimi? Menga shunaqa tuyuladi endi. Shunaqa sayohat uchun desak, menimcha 4 yil ko'plik qiladi. To'g'riroq qilib ochiqchasiga aytadigan bo'lsak, ishlash uchun ketishyapti desak to'g'ri bo'ladi. Ya'ni ba'zi bir odamlar ishlash uchun yuboryapti desak ham mubolag'a bo'lmaydi menimcha. Lekin talaba baribir o'qishga ketayotgan bo'lsa, har doim o'qish kerak, chunki shunaqa narsa bor, o'qiganingizdan keyin ishlasangiz, baribir boshqacha bo'ladi, sifatli bo'ladi, professional bo'ladi deb o'ylayman. Ishini ham me'yorida qilsa to'g'ri bo'ladi. Ya'ni hozirgi talabalarning ko'pi Istanbulga yoki boshqa shaharlarga ketayotganlarning ko'pi asosan ishlagani ketyapti desak to'g'ri bo'ladi. O'qigani ketayotganlar ham ko'p. O'qigani ketib, shu ham o'qib, ham ishlashga sharoit qanaqa Turkiyada? Turkiyada zo'r bu uchun sharoit. Darslar qanaqa tashkil qilingan talabalarga? O'zi unaqa ko'p vaqtingizni olmaydi darslar. Agarda siz turk tilini biladigan bo'lsangiz, turk tilini bilib boradigan bo'lsangiz, birinchi kursni borgan yilingiz boshlaysiz va darsingiz asosan obedgacha bo'lishi mumkin. Yokida bizda bitta talaba bo'lgan, qiz bola talabamiz ikkinchi smen darsligiga borgan, ya'ni kechki smenga borgan. Keyin o'qiganidan keyin bizga aytdi, juda ham qulay ekan dedi. Ya'ni kechki smen, kechgacha men ishlayman, kechki payt darsimni qilaman, o'sha o'qishimga boraman, kelaman. Ba'zida smenlarni o'zgartirib turish ham ishlashingizga, ish topishingizga qarab bo'ladi. Ya'ni yarim stavkada ishlayverishadi. Unaqa xalaqit qilmaydi. Lekin bitta narsa bor, Turkiyada o'qishni bitirish sal qiyinroq. O'qishga, ya'ni o'sha darslaringizga yaxshilab e'tibor bermasangiz qiynalib qolasiz. Ya'ni ish o'qishga xalaqit qilib qo'yadigan bo'lsa, o'qishdan haydalib ketishingiz ham mumkin bo'ladi. O'shani me'yorini ushlash kerak menimcha. Tushunarli. O'zbek talabalari Turkiyaga borgandan keyin qanaqa qiyinchiliklarga uchraydi birinchi navbatda? Misol uchun tilni deb aytadigan bo'lsak, til uncha uzoq emas bizning tildan. Turkiy tili ikkalasi ham. Boshqa davlatga borgan talabalar to'g'ri til bo'yicha muammoga uchrashadi, lekin Turkiyada ko'proq qaysi qiyinchiliklar, qaysi muammolar talabalarni kutib oladi borgandan keyin? Birinchi yili. Albatta bu yoqdagi muammolar unchalik qiyin emas. Ko'p asosiy firmalar bu yoqda qo'llab-quvvatlashadi. Bu unchalik qiyin emas. Asosiy muammo yoqqa borgandan keyin boshlanadi. Bu muammolar o'zi aeroportda o'zidan boshlanadi. Misol uchun talaba ozgina shustriyroq deydi-yu. Shunaqa bo'lmasa, aeroportdan ham chiqib ketishga qiynalishi mumkin. Ba'zi bir talabalarda ko'rdik, ya'ni
borgan joyingizga aeroportingizga borasiz odamlar bilan muloqot qilib ketaverasiz. O'zbek tiliga juda ham o'xshash, turk tili o'zi ikkalasi piramidaga o'xshab ketaveradi. Yildan yilga bir-biridan sal uzoqlashib ketgan. Aslida eng boshiga qaraydigan bo'lsak, tarixga qaraydigan bo'lsak, o'zbeklar ham, turklar ham, o'sha uyg'urlar deymiz yoki qozoqlar ham bitta tilda gaplashgan. Ya'ni turkiy tilda gaplashgan. Unaqa qiyinchilik bo'lmaydi til bo'yicha. Asosiysi shu, odamlar sal talaba deb yoki chet ellik deb aldashi mumkin. Bu narsani oldindan bilishingiz kerak. Ya'ni siz ketayotgan joyingizda taksilar necha pul yoki o'sha yoqqa borasiz, ovqat olasiz, narsalar yeysiz, shu narxlarni oldindan bilishingiz kerak bo'ladi. Agarda bilmaydigan bo'lsangiz, sizni katta pulga uxlatishadi. Aytganda shu tarafi bor. Ya'ni ba'zi bir insonlarda bilasiz, O'zbekistonda ham boshqa joylarda ham hamma yoqda shunaqa insofsizlar bor. To'g'ri. Chunki buni sababi u yoqqa turistlar ko'p borganligi sababli turist deb nima qilib, turist deb qimmatga otaveradi. Lekin talabada unaqa ko'p pul bo'lmaydi. Agarda boshidan qiynalib pul ishlatib qo'yadigan bo'lsa, keyinchaligiga pul taqsimlash qiyin bo'lib qoladi. Hatto bizda shunaqa holat bo'lgan, o'tgan yilgi talabani yuborganmiz, farg'onalik bola. Oddiy misol, Toshkentdan Istanbulgacha biletni $250 olgan taxminan. Istanbul aeroportidan Istanbul markazigacha $300 ga taksida borgan. Shunaqa holatlar ham bo'lgan. Ya'ni shunchalik oddiy farosat ham bo'lish kerak-da. Buni qanaqa men $300 senga beraman? Biletga $250 berayotgan bo'lsam deb o'ylasham kerak. Shu uchun iloji boricha o'sha chet elga yuborayotganimizda talabalar bilan gaplashib ko'ramiz. Haqiqatan eplab keta oladiganlarga qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Eplolmasa iloji boricha qiyinchiligini tushuntirsak, o'z ota-onalar ham tushunishadi. Turkiyaning ta'limiga o'tadigan bo'lsak, O'zbekiston, Turkiya madaniyati, tili bir-biriga yaqin. Ta'limida qanchalik farq bor? Turkiyaning ta'limida bizadagi yo'q narsalar yoki kamchiliklar nimada deb ayta olasiz? Turkiya baribir Yevropa ta'limidan oladi. Bizda ham shunaqa. Lekin Turkiya qaysidir ma'noda ko'p universitetlar ancha yildan beri bor. Biz de bilamiz SSR paytidan endi ko'p bo'lmadi chiqqanimizga, lekin Turkiya hech qachon hech kimga mustamlaka bo'lmagan, ya'ni qiynalgan bir davrlar bo'lmagan, faqat shu Abdulhamidxondan keyin ozgina davlat qurishda qiynalishgan. Lekin ko'p universitetlar, misol uchun oddiy Istanbul davlat universiteti bor. Bu universitetni Fotih Sulton Mehmetxon qurgan. Ya'ni shu davrdan beri bor. Ko'p universitetlar ancha yildan beri, bir asrdan beri bor universitetlar ham bor. Shu uchun ular o'zini sistemasini qurib olishgan. Bizda ham shunga qarab ketilyapti, ya'ni sekin-sekin bosqichma-bosqich sistemlashtirishyapti. Turkiyada уже ancha sistemlashgan, o'qituvchilari ham bizaniki ham yaxshi, ularniki ham yaxshi. Lekin dars berish anaqalari, misol uchun bitta universitetni bitirish Turkiyada qiyin. Hatto bitta universitet nomini aytmay, 2 yil davomida 1000 ta o'zbek borgan bitta universitetga. Statistikani aynan yuborgan odam o'zi aytib beryapti bizga. 1000 ta o'quvchi yubordim dedi. 1000 ta o'quvchidan 150 ta taxminan 150 tasi bitirdi dedi. Qolgani bitira olmadi. Ya'ni bir xillari aytaylik ishga berilib ketib qoldi, o'qishni tashlab qo'yishdi va yo'da sizni baholarsiz pasayib ketdimi, uje sizni ularga keragingiz yo'q haydab yuborishadi. Shunaqa taraflari bor. U yoqda o'qish baribir qiyin. Kamchiliklar nimada ko'rinadi? Qanaqa kamchiliklarni ko'rgansiz? Turkiyani ta'limida misol uchun til kursi degan narsa bor. Uni ham men o'zim fikrimcha kamchilik deb o'ylayman. Endi baribir chet elliklar bo'lsa, endi o'zbeklar uchun turk tili oson, tez o'rganib oladi. Chet elliklar uchun qiyin bo'lishi mumkin. Lekin til kursida sizni vaqtingizni kechgacha olib qo'yishadi. Ertalab deylik 8 dan 4-5 gacha vaqtingizni olib qo'yishadi va agarda siz til bilmasdan boradigan bo'lsangiz, ishlashga sal qiynalib qolishingiz mumkin. Qancha vaqt davom etadi u? Til kursi 6 oy yoki 1 yil o'rganishingizga qarab, taxminan har xil universitetda 3 oyda yoki 6 oyda bir imtihon bo'ladi. Shu imtihonga kirib o'tib ketsangiz, bo'ldi, boshlab ketaverasiz. Zo'r. O'zbekiston talabalari Turkiyada o'qib kelgandan keyin yurtga qaytib ishlashni tanlaydimi yoki ko'pincha shu yerda qolib karyerasini davom ettiradigan vaziyatlar ko'p bo'lyaptimi? Bizda ko'p tanishlarimiz O'zbekistonga qaytib kelishdi. Ya'ni biz yuborgan talabalar emas, o'zimizning tengdoshlarimiz, bizdan 1 yosh katta akalar. U yerda o'qishdi, qaytib kelishdi, shu ishni shu yerda qilishayotganlar bor. Har xil fakultetda o'zlarining sohasida ishlashyapti, lekin shaxsan o'zimiz qaytib kelishlarini tarafdorimiz. Chunki o'tdagi sifatli ta'lim, o'sha yangi tajriba, chet elga chiqqan odam baribir boshqacha bo'ladi, tajribaliroq bo'ladi.
yangi g'oyalar bilan O'zbekistonga kelgani va O'zbekistonda rivojlanmayotgan yoki endi rivojlanayotgan sohalarni rivojlantirsa biz xursand bo'lamiz har doim. Lekin to'g'ri. ularning o'zligini qarori. To'g'ri. Turkiyaning ta'lim tizimi Yevropanikidan qanchalik farq qiladi? To'g'ri bilamiz, Turkiyaning yarmi Yevropaga qaraydi, yarmi Osiyoga qaraydi. Lekin Yevropa darajasida deya olmaymiz Turkiyaning ta'limini. Shunaqa darajaga chiqa oladimi yoki chiqa olmaydimi? Javob bermaydimi? Ba'zi bir universitetlar bor. Misol uchun Turkiyani reytingiga qaraydigan bo'lsak, taxminan 20 ta atrofidagi universitetlar mingtaligiga kirgan. Mingtalikka. Istanbul universiteti bor, 600 talik, 500 talik atrofida yuradi. Ya'ni ular sifatli o'zini o'quvchilari yaxshi joylarda ishlab, o'zini reytingini ko'targan. Lekin juda ham ko'p universitetlari mingtalikdan past 1200 talik, 1500 talikga kiradi. Lekin umuman olganda ularning diplomi Yevropada qabul qilinadi. Chunki Turkiyada shunaqa narsa bor, mavi diplomi degan narsa bor. Bu diplomni oladigan bo'lsangiz, Yevropada sizni anaqangiz qabul qilinadi, diplomingiz qabul qilinadi. Misol uchun ba'zi bir universitetlar bor, o'zini diplomi faqat Turkiyada qabul qilinadi. Lekin yoniga mavi diplomi ham qo'shib beradi. Bu mavi diploma bilan Yevropada siz qabul qilishingiz mumkin. Ya'ni ba'zi bir 10 mingtaliga ham kirmaydigan universitetlar bor. Ularni lekin mavi diplomasi bilan ko'p talabalar tanlaydi. O'zi O'zbekistondagi talabalarimiz qaysi yo'nalish bo'yicha Turkiyaga ko'proq o'qishga borishadi va qaysi yo'nalish bo'yicha borish kerak, qaysi yo'nalishda o'qish kuchliroq, ta'lim tizimida kuchliroq Turkiyada? Ko'pincha hozir biznes yo'nalishini tanlashyapti. Iqtisodiyot yoki moliya shunga o'xshagan. Lekin biz aynan ustozlarimiz ham biz ham shunaqa tavsiya qilamiz, agar talaba bilan gaplashadigan bo'lsak, qayerda ishlashiga qarab. Misol uchun agar O'zbekistonga qaytib kelib O'zbekistonni rivojlantiraman desa, O'zbekistonga qarash kerak, qaysi soha yaxshi rivojlanmayapti yoki qaysi sohaga kelsa, o'sha sohani rivojlantirish mumkin. Shunda misol uchun siz chet elda o'qib qaytib kelsangiz, O'zbekistonda qaysidir soha endi rivojlanayotgan bo'lsa, sizga ham ish ham topiladi. Ya'ni u yerda sizga qaysidir ma'noda vazifa ham topiladi. Siz shu sohada ishlab, o'sha sohani rivojlantirasiz. Shunaqa tavsiya qilamiz. O'zbekistonda ishlamoqchi bo'lsa, O'zbekistonga qarasin. Yoki de misol uchun xolis Hindistonda ishlamoqchi bo'lsa, Hindistonda rivojlanmagan qaysi soha bo'lsa, o'sha sohani rivojlantirishga harakat qilsa bo'ladi. O'zi u yoqda qolib, o'zi tajriba orttirib, ishlashga, karyera qilishga imkoniyatlar qanchalik? Turkiya qanchalik yaratib bergan chet eldan kelgan xorijiy talabalar uchun? Imkoniyatlar bor. Istanbul bilasiz o'zi katta shahar. U yoqda bemalol agar biznes qilmoqchi bo'lsa yoki qaysidir sohada ishlamoqchi bo'lsa, imkoniyatlari bo'ladi. Ya'ni aytaylik meditsina bo'lishi mumkin. Faqat meditsinani O'zbekistonda o'qib turib, keyin yoqda o'qish sal qiyinroq. Qiyin imtihonlar bor, shu imtihonlardan o'tish kerak bo'ladi. Lekin agarda 6 yillikni meditsinani Turkiyada o'qib, magistraturasini ham Turkiyada qiladigan bo'lsa, ish topib ishlasa bo'ladi. Ya'ni har qanaqa sohada baribir imkoniyatlar bor yoqda. Tushunarli. Shu tajribangiz davomida Turkiya ta'limidan yoki Turkiyaga jo'natishganingizda o'sha universitetlardan qoniqmaganlar ham bo'lganmi? Nima случайlar bo'lganki, ular qoniqmagan yoki qoniqish bildirmagan O'zbekistonga qaytib kelgan talabalar ham bo'lganmi? Endi ko'p talabalar yoqda o'qish oson deb o'ylab ketishadi. Ya'ni ba'zi bir to'g'ri xususiy universitetlarning ba'zi birlari bor, saviyasi past universitetlar. Talabaga davomatiga unaqa yaxshi qaramaydi, misol uchun. Bir haftada bir martaga o'zingni ishingni qilib yuraver deydi. Ko'pchilik shunaqa ishlab yuraman deb o'ylashadi, lekin davlat universitetlarida unaqa emas, u yoqda sal qattiqroq qarashadi. O'sha aytganimdek o'qishlarni sal oqsatsangiz, o'sha sizni o'qishdan haydab yuborishadi. Aynan ba'zi bir talabalar borgan, o'zi kutgani u yoqda maza qilib o'qib keta olmayman deb o'ylagan. Oson bo'ladi deb o'ylagan, lekin qiynalganidan keyin eplolmasdan qaytib kelganlar bo'lgan yani. Ya'ni bu talabaning o'ziga bog'liq. O'ylaganchalik oson emas yani. Nimalar kutib turibdi o'zi O'zbekistondan ketayotgan talabalarni Turkiyada ularni ajdaniyasi qanaqa bo'ladi ketishdan oldin? Bilamiz, hamma ketayotgan talabaning ajdaniyasi yuqori bo'ladi. Hozir men boraman Turkiyada bunaqa qilaman, Istanbul, Yevropa deb o'ylaydi. Lekin aslida haqiqiy Turkiya talabalar uchun qanaqa qiyinchiliklarni tayyorlab qo'yadi? Nimalar bo'ladi o'tga borgandan keyin? Shular haqida gapiring. Hozir mana Turkiyaga tarixiy joy, uni aylanaman, u yoqni aylanaman, bu yoqni aylanaman deb eyforiyalar bilan ketishadi-da. Aslida qanaqa joy o'zi Turkiya? Nimalar kutib turibdi Turkiyada talabani? Turkiya to'g'ri tarixiy joy, lekin bu tarixiy joylarni aylanishga bir oy yetadi. Istanbulda deylik aylanib chiqasiz, Bursani aylanib chiqasiz bo'ldi. Lekin u yoqda siz 4 yil qolasiz, 4 yillik reja qilishingiz kerak. O'qishingiz ham bor,
ishlaysiz ham kerak. Yarim stavkada taxminan 500-600 dollar topsa bo'ladi. Bitta talabamiz bor, juda zo'r eplab ketdi. Eskishehir shahriga borgan. Birinchi yil til kursi o'qib turib, ofitsiantlik ishga kirgan. Ishladim dedi. Boshliq bilan yaxshi muomala qildim. Ya'ni sabrli bo'ladi, ba'zi bir holatlarda oyligi kechikib ketsa, oyligimni bermayapsan deb to'polon qilmaydi. Shunaqa holatlarda ular ko'tarishadi ishchini va hozir ikkinchi oshpaz bo'laman. Ya'ni bosh oshpaz bor, o'shani yordamchisi mandatda. Oshxonada eng ko'p oylik oladigan bosh oshpaz, undan keyin mandat. Ya'ni maza qilib u faqat maza qilyapti-da, ya'ni yo'da o'qishiga sal e'tiborni jiddiyroq qaratsa, bu yildan birinchi kursni boshlaydi. Maza qilib o'qib yuraveradi. Ya'ni birinchi o'rinda sabrli bo'lish kerak yoqqa borgandan keyin. Ozgina qiyinchiliklar bo'ladi. Yo'da nima qiyinchiliklar kutadi? Asosan shu ish topishda. Ayniqsa ba'zi bir qizlar boradi, qizli ish topish juda ham qiyin bo'ladi. Ya'ni agarda bitta ota-ona qizini yuborayotgan bo'lsa, bu yoqdan moddiy tomonlama qo'llab-quvvatlay olishi kerak deb o'ylayman. Chunki qizlarning o'tda ish topishi sal qiyin bo'ladi. Misol uchun iyunda borgan bitta talabamiz hali ham ish topa olmayapti, qiynalyapti Istanbulda. Lekin o'g'il bolalarga baribir ish topiladi, yo'da bu yoqda ofitsiantlikda ish topiladi, unaqa qiyin bo'lmaydi. Eplab ketgan, ya'ni ozgina shustrik bo'lish kerak. Shu narsa. Ozgina sabrli, shustrik bo'lish kerak, yo'da baribir qiyinchilik bir xilla pulingizni bermaydi, ishlatadi. Bu narsalarga tayyor bo'lish kerak menimcha. Turkiyani tanlayotgan talaba, misol uchun faraz qiling, sizga savol bersa, nimaga Turkiya? 3 ta so'z bilan nima deb ta'riflay olasiz? Nima uchun Turkiyani tanlash kerak? Boshqa davlatlar emas. Ikkinchi variantlariga qarash kerak. Misol uchun Yevropa, Amerika yoki Xitoy qaysi biriga qaraganda Turkiyani raqobat bor. Ya'ni Turkiyami yoki Xitoymi deb turgan bo'lsa, Turkiya misol uchun bizga madaniyati yaqinroq. Yoki Yevropaga borgan bolani qadriyati o'zgarib ketib qolishi mumkin. Misol uchun siz ham men ham xohlamasdik, bolamiz Yevropaga borib qadriyatini yo'qotsa, o'zbek qadriyatidan uzoqlashib ketsa, Turkiyani qadriyati bizga yaqin, shu taraflama Turkiyani ko'pincha tavsiya qilamiz. Narxi bo'yicha ham ancha arzon Turkiya Yevropaga qaraganda. Davlat universitetlari bu yil eng arzon chiqqani $450 bo'ldi yiliga. Eng qimmatichi? Eng qimmati xususiylarda bo'ladi. Xususiylar endi ketaveradi, $20,000 gacha boraveradi. Davlat universitetlarida eng qimmati $1,200 atrofida. Yiliga. 2 ga bo'lib to'laysiz, $600 qilib. Mana bu $450 umuman o'sha $225 shunaqa to'laysiz. Shu taraflari bor. Mana o'zingiz ham hozir O'zbekistonda xususiy universitetda o'qiyapsiz. Davlat universitetiga ham topshirib ko'rganmisiz, harakat qilib ko'rganmisiz? Davlat universitetiga birinchi yil topshirganman. Bitta do'stimiz bilan topshirgandik. Aktyorlikka topshirganmiz. To'g'risi kirolmaganmiz. Balimiz ham ancha past chiqqan. Undan keyingi yillarda уже qaysidir ma'noda o'sha paytda menda o'qishga qiziqish unaqa kuchli emasdi, faqat aktyorlikka qiziqardim. Keyin o'sha do'stimning o'zi Yangi asr universitetiga kirdi, birinchi kursda o'qidi, keyin menga kelib tavsiya qildi Yangi asr. 3 ta sababga qarab Yangi asrga aniq topshirgim keldi. Birinchisi turk tili filologiyasi bor dedi. U payt men turk tilini o'rganib yurardim. Turk tili filologiyasi uchun birinchi sabab. Ikkinchi sabab o'qituvchilari yaxshi dedi. Ham o'qituvchilari yosh dedi, ya'ni qara odamlarni qo'ymagan. Men o'zim shaxsiy fikrim shunaqa. O'quvchi bilan o'qituvchining orasida qanchalik uzoq farq bo'lib ketib qolsa, bir-biriga bog'lanmay qoladi deb o'ylayman. Ya'ni ozgina bir-biriga yaqinroq yoshda va dars o'tganingizda ham qiziqroq bo'ladi va yangi texnologiyalardan foydalanib o'tadi. Ya'ni eski metodikalardan o'sha voz kechiladi. Menimcha yangi texnologiyadan foydalangani yaxshi. Yangi asrda shunaqa ko'pchilik o'qituvchilari yosh. Shu bilan uchinchi sababi bu yangi asrni boshlagan anaqalar o'sha grant ta'limdan boshlashgan ekan va endi boshlashayotganda shayximizni duosi ketgan ekan. Ya'ni bu yerda egalari shayximizni qaysidir ma'noda shogirdlarisi bo'ladi. Qaysidir ma'noda duolarini olishgan ekan degandan keyin demak xayrli insonlar duosi bilan boshlangan ekan deb qiziqqanman. Topshirib ko'rganman, hozirgacha hech afsuslanganim yo'q, xudoga shukr. Davlat universiteti bilan O'zbekistonda xususiy universitetlarning hozir tafovuti qanchalik ta'lim darajasida? Mana siz hozir qancha kontrakt olyapsiz? 19 million. 19 million. O'zbekiston universitetlarini kontraktidan ozgina balandroq aytadigan bo'lsak. Misol uchun o'zingiz madaniyat institutida topshirgan bo'lsangiz, men ham o'sha institutda o'qiganman. Bizlarning kontrakt o'sha paytda oxirgi bitirgan yilim ham 8 millionmi shunaqa edi. 8 million, 19 million, почти 2 barobar.
Shunga arziydimi o'qish xususiyda maslahat berasizmi va nimaga ko'proq kontrakt to'layotganingizga yarasha ta'lim ola olasizmi? Endi o'zim universitetimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, bizda universitetda bitta sinfda unaqa ko'p odam yo'q. Ya'ni sinfda qanchalik ko'p odam bo'lsa, shunchalik dars o'tish qiyin bo'lib ketadi. Bizda xudoga shukr unaqa ko'p emas. Dars o'tishimiz, ya'ni o'qituvchi bilan muloqotimiz yaxshiroq bo'ladi. Misol uchun galma-galdan muloqot qilsangiz ham 80 minutda bemalol o'zingiz savollaringizni ham berib ola olasiz, narsa o'rganib ola olasiz. Davlat universitetida o'qib ko'rmaganim uchun aniq ayta olmayman. Davlat universitetida ishlaydigan o'qituvchilar bor, ba'zi bir taniganlarim juda ham zo'r odamlar. Ya'ni o'tdagi o'qituvchilardan ham hech shubham yo'q, ya'ni yaxshi dars berishadi deb o'ylayman. Xususiyga keladigan bo'lsak, menimcha berilayotgan pulni oqlaydi desa bo'ladi. Turkiya universitetlarida nima deya olasiz? Xususiy universitet bilan davlat universitetlarida qanchalik farq bor? Umuman o'zi farq bormi? Farq bo'ladi. Turkiyada shunaqa narsa bor. Xususiy universitetlarda o'qituvchini vaqtiga qarab dars qo'yishadi. Davlat universitetlarida stabilni bitta vaqt qo'yib qo'yishadi. 8 dan aytaylik kechgacha ishlashingiz kerak. Xususiy universitetda ko'p yaxshi professorlar yoki biznesmen bo'lgan professorlar asosan xususiy universitetda ishlashga harakat qilishadi. Nega desa, o'zini vaqtiga to'g'rilikda keyin qolgan ishlarini qilaveradi. Davlat universitetlarida bu o'sha aytaylik bitta vaqtga o'rganib qolgan davlat anaqalari o'qituvchilari ishlaydi. Bir xil sistemada ishlashadi. Siz xususiy universitetga kiradigan bo'lsangiz, misol uchun o'qituvchilaringiz bilan qaysidir ma'noda fikr almashishga ulgura olasiz. Ya'ni siz o'qituvchilaringiz qanaqadir biznesmen bo'lishi mumkin. Siz misol uchun tadbirkorlik sohasida o'qiydigan bo'lsangiz, yangi tanishlar orttirishingiz mumkin o'qituvchilaringiz orasida. Shunaqa ustunligi bor. Lekin bitta narsa bor. Xususiy universitetlar asosan Istanbulda bo'ladi. Istanbulni bilasiz, juda ham ko'p odam. Ya'ni gavjum rosa ko'p. Endi bu odamning o'ziga bog'liq. Misol uchun men Istanbulga borganimda unchalik maza qila olmaganman. Maza qilib aylana olmaganman. Odamlar ham ko'p bo'lgan yoqda. Aytaylik, tramvayiga chiqsangiz ham, avtobusga chiqsangiz ham odam ko'p. Menga odam ko'p bo'lgan joylar unaqa yoqmasdi. Lekin Bursa degan shahar bor. Bursa degan shahar zo'rdi. Qanaqadir havosi ham boshqacha edi. Odamlari ham boshqacha, odam kam bo'lgani uchun davlat universitetlari asosan viloyatlarda bo'ladi. Bursa, Sakarya, Karabuk yoki Eskishehir shunaqa shaharlarda bo'ladi. Xususiy universitetlar Istanbulda bo'ladi. Xususiy universitetga ketganimda ko'proq ishlash xohlaydigan odamlar boradi. Hozir mana Turkiyada o'qib, O'zbekistonga qaytib, ishini davom ettiraman degan talabalar diplomda qiynalishmaydimi? Turkiyaning diplomi O'zbekistonda qay darajada qabul qilinadi o'zi? Turkiyaning diplomi bemalol qabul qilinadi, chunki bizning o'zimizning universitetda ham Turkiyada o'qib kelgan o'qituvchilar bor. Muammosiz qabul qilinadi yodagi diplom O'zbekistonda. O'zi mintaliga kirgani butun dunyoda qabul qilinadi. Mintaliga kirmagan bo'lsa ham juda ham ko'p davlatlarda qabul qilinadi. Ya'ni Turkiyaning diplomi bo'yicha O'zbekistonda qabul qilinishi bo'yicha hech qanaqa muammo yo'q. Ya'ni hammasi deyarli qabul qilinadi. Mavi diplomi degani bor, Yevropada qabul qilinadi. Uni aniqini bir surishtirish kerak. O'zbekistonga ham katta ehtimol bilan qabul qilinadi mavi diplomi. O'zi Turkiya Yevropaga chiqib ketishga qanchalik tramplin bo'lib bera oladi? Mana Turkiyada o'qigan, tajriba orttirgan inson ertaga Yevropaga chiqib yoki boshqa chet davlatlarga chiqib yana o'zining tajribasini, faoliyatini davom ettirish qanchalik oson bo'ladi? Eplagan inson osongina eplab ketishi mumkin. Bu o'zingizga ham bog'liq. Ya'ni bitta universitetga kirdingiz, o'qidingiz, chiqdingiz, bu degani sizga ish tayyor emas. Siz bitirganingizdan keyin yaxshi karyera ko'rsatishingiz kerak, pastdan tepaga qarab. Agarda shu narsani Yevropada eplab keta olsa, bu narsa O'zbekistonda ham bor menimcha. Ya'ni siz Turkiyada o'qib kelgan ekan deb boshiga ko'tarib qo'ymaydi va bir qaysidir ma'noda o'sha shirkatga yoki davlatga qanaqadir foydasi teganini ko'rgandan keyin ko'tarishadi. Ya'ni insonning o'ziga ham bog'liq deb o'ylayman menimcha. Sizningcha o'zi umumiy oladigan bo'lsak, hamma inson ham chet elda yoki xorijda o'qish shartmi? Shart deb kerak deb o'ylaysizmi? Har bir insonga chet elda o'qish yoki musofirchilik ko'rish. Yo'q, menimcha hamma inson ham emas, chunki eplaydigani bor, eplolmaydigani bor. Biz ham aytganimizdek o'sha talabalar bilan gaplashib ko'ramiz, haqiqatan eplolmaydimi, yo'qmi, shunga qaraymiz. Aytganimdek o'sha Istanbul aeroportidan Istanbul shahar o'rtasiga $300 boradigan talaba menimcha chet elga chiqmagani yaxshiroq. Chunki u yerda xor bo'lib ketadi, qiynalib, bekorga puli uvol bo'lib ketadi.
Undan ko'ra O'zbekistonda o'qib, O'zbekistonda yurgani tinchroq bunaqa odamlar uchun. Ya'ni insonni o'ziga bog'liq. Haqiqatan u yerda qiyinchiligiga chiday oladimi, sabr qila oladimi? Shunga qarash kerak. Mana tajribalardan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, o'quvchilarni, talabalarni jo'natayotganda talabalar eng ko'p xato qiladigan, xatoga yo'l qo'yadigan joylari qaysi joylarda? Misol uchun, ketish davrida sizlar tushuntirasizlar, lekin bosh ish qilinadi, xatolarga yo'l qo'yishadi. Nima xatolar qilishadi ko'proq? Bizda asosan ularga aytamiz, bu yoqqa borgandan keyin shunaqa holat bo'ladi. Bu holatni qilma, bu narsani qil deymiz. Quloq solmaydigan talabalar bor. Ya'ni yoki bizga ishonmaganidanmi, yoki o'zim bilaman deganidanmi, ba'zi birlari quloq solmaydi va muammoga kiradi. Misol uchun ba'zi bir hujjatlarni tayyor bo'lganidan keyin Turkiyaga uchib ketish kerak bo'ladi. Bo'lmasa biz u hujjatni pochta orqali yuborib $100, $120 rasxod qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu talaba qiladigan rasxod. Bekordan bekor o'zini rasxodga aniq tiqadi, shoshilganidan. Asosiysi shu, shoshilish, shoshib tezroq qaror chiqarib, sabrsizlik qilib qo'yishi. Biz ularga yo'l ko'rsatamiz. Mana shu narsani qilma, bu narsani qil deganimizda quloq solishmasa muammoga kirishdi. Ya'ni bu yil o'zida 2-3 ta talaba mana shu sababdan muammoga kirdi. Yokida ortiqcha rasxodga kiradi, yokida yo'dan ota-onasi sen muammoga kiryapsan, eplolmayapsan deb qaytarib olishadi. Ya'ni tuppa-tuzuk borib, bizani aytganimizni qilgan bola boradi, kiradi, o'qiydi. 4 yil o'qib kelib, maza qilib ishini qilaverardi, lekin bitta joyida noto'g'ri ish qilgani uchun hammasi atmay bo'lib ketadi. O'zi konsalting firmalarni chet elga yuborishda qanaqa yordamlari bor, qanaqa ustunlik taraflari bor? O'zi ketgandan ko'ra, misol uchun Turkiyaga o'zi ketsa ham bo'ladi. Viza olish shart emas. Misol uchun o'qish uchun viza olish shart emas, lekin sizlar bilan ketsa, sizlar orqali sizlarning yordam yo'llar bilan ketsa qanaqa yutuqlari bo'ladi, qanaqa ijobiy taraflari bor? Shunaqa narsa bor. Bizani ko'p talabalarda agarda erinmasa, har bitta universitet saytiga kirganda shartlar yozib qo'yilgan bo'ladi. Ya'ni siz talaba bo'lmoqchi bo'lsangiz, shunaqa hujjatlarni topshirasan, keyin javobi chiqadi, keyin mana shu hujjatlarni olib shu sanada kelasan degan joylari uzun bir 7 ta 8 ta fayl anaqada yozilgan bo'ladi. Agarda erinmasdan o'qib chiqsa, o'zi qila oladi. Davlat universitetida ham, xususiy universitetda ham. Faqat qiynalishi mumkin bo'lgan narsa asosan O'zbekistonda denklik degan narsa bor. Talaba olish kerak bo'lgan narsa. Maktabingizni Turkiyada tan olishi uchun haqiqatan shu maktabda o'qiganingizni isbotlab beradigan hujjat. Bu narsani O'zbekistondagi Turkiya elchixonasi tekshirib oladi sizni. Hujjatlaringizni ko'rib chiqadi, tekshirishadi va tasdiqlab berishadi. Shu narsani olishda sal qiynalishlari mumkin. Boshqa holatlarda bemalol ketaversalar bo'ladi. Nima qilish kerak uni osongina olish uchun o'sha narsani? Bu narsani olish uchun xuddi shu denklik degan sayti bo'ladi. Saytga kiradi, qanaqa topshirish kerakligini o'sha klavuz deyshadi. Ya'ni sizga ko'rsatadi o'sha yo'lni. Qanday topshiriladi, nima hujjatlar topshiriladi, hammasi yozilgan bo'ladi. Shu narsalarni qilishsa, hech qanaqa muammosi olaverishadi. Faqat bu narsalar tez-tez qarorlar o'zgarib turadi. Ba'zi bir talabalardan aytaylik propiska so'raydi, ba'zi birlardan so'ramay qolishi mumkin. Shunaqa holatlarda e'tiborli bo'lishsa bo'ldi. Turkiyada o'zi xorijiy talabalarga grantlar ajratilganmi? Misol uchun grant yutib olib yoki bepulga o'qish imkoniyati bormi talabalarimiz O'zbekistondan ketayotgan? Turkiyada shunaqa, Turkiya burslari degan narsa bor. Turkiya grantlari. Shu narsani yutadigan bo'lsa, 21 yoshigacha bakalavrga topshirayotganlar 21 yoshigacha topshirishi mumkin. 21 yoshdan keyin topshira olmaydi. U narsa asosiy talab qiladigan narsalari imtihonlardan o'tgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni yutish ehtimolini oshiradigan narsa bu. Aytaylik TS degan IELTS ga o'xshagan narsa bor. Sertifikat, til bilish sertifikatingiz. O'sha sertifikatingiz bo'lishi kerak. Yokida SAT ga o'xshagan sertifikatlaringiz bo'lishi kerak. Yoki maktab paytida siz qanaqadir tadbirlarda yaxshi ishtirok etgan bo'lishingiz kerak. O'zingiz topshirayotgan sohangiz bo'yicha. Aytaylik, misol uchun biznes bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, shunaqa biznes tadbirlarga borgan bo'lishingiz kerak yoki qanaqadir sertifikatlar olgan bo'lishingiz kerak. Shu narsalar ehtimolni oshiradi. Bu yoqda yutish ehtimoli o'zi umumiy olganda 10% deb aytiladi. Ya'ni siz topshirsangiz 10% yutasiz deb aytiladi. 90% yutqish ehtimoli bor, chunki juda ham ko'p odam topshiradi. Kvotalar ham unaqa ko'p emas, lekin harakat qilib ko'rib O'zbekistondan yutganlar bor. Olish imkoniyati bor. Imkoniyati bor. Hamma narsangizni qoplab beradi. U yerda biletingizni ham olib beradi. Uchayotganingizda biletingizni olib beradi, yotoqxonangizni hal qilib berishadi. Ya'ni uyga pul to'lamaysiz, shunaqa 2 mahal ovqat berishadi. Sog'liq sug'urtasi degan narsa bor. Misol uchun siz kasal bo'lib qoladigan bo'lsangiz, aytaylik 50% lik sog'liq sug'urtasini olsangiz, siz dorilaringizni 50% ni davlat to'lab beradi. Shunaqa taraflari bor.
manimcha hamma imkoniyatlar qilib beriladi. Ya'ni kutubxonalar, boshqa joylarga boradigan bo'lsangiz, aytaylik, o'sha sport zallariga kiradigan bo'lsangiz, hech qanaqa to'siqsiz arzonroqga kiraverasiz. Turkiyaga borgandan keyin joy topish masalalari qanchalik og'ir kechadi yoki yengil bo'ladi? Unga ham konsalting firmalar sizlar misol uchun yordam berib yuborasizlarmi yoki o'zligisi qidirishadimi joy topish masalalari? Shunaqa narsa bor. Shaxsan bizda menimcha boshqalarda ham bo'lsa kerak. Biz o'zimiz yuborgan talabalarga aytamiz. Ya'ni o'tgan yili borgan talabalar joylashib, moslashib olgan. Bu yil boradigan talabalarni sizlar kutib olinglar deb aytishimiz mumkin va bir-birini uchrashtirib qo'yamiz. Ular o'zligi orasida gaplashib oladi, necha pulga kutib oladi, necha pul rasxat qiladi, o'zligi kelishib olishadi. Ya'ni talaba bu yoqdan ham foyda olaveradi. Ya'ni ketgan talabalarimiz shu taraf bor. U yoqdan uy topib berish, boshqa narsalarni shu talaba qilsa bo'ladi. Xolasa o'zi qilsa ham bo'ladi. Bu narsani o'zingiz ketishingizdan oldin Sahibindan degan programma bor. OLXga o'xshagan narsa. O'sha yerda sotiladigan uylar kiritilgan. Ya'ni maklerlardan olasiz. O'sha yerda yozib qo'ygan bo'ladi. O'zi birinchi oyiga misol uchun $100 to'lashingiz kerak bo'lsa, misol uchun siz birinchi oyga $300 to'laysiz. $100 depozitga, $100 birinchi oy uchun, $100 maklerga ketadi. Shu narsaga tayyor bo'lib borish kerak. Kamida biza 5 ta variant bilan borgan talaba qiynalmaydi deb o'ylaymiz. O'zi ko'chadan joy topib, kvartira topib, o'qishini davom ettirayotgan talabaga bir oyda qancha pul ketadi? Qancha pul ishlab topish kerak va ishlatish kerak? Minimumda, maksimumda. Xo'p, qaysi shahardaligga bog'liq. Istanbulda Istanbulda sal qimmatroq bo'ladi. O'sha yeb-ichishlari ham qimmat bo'ladi. Taxminan bitta uyni $450-500 atrofida topishsa, arendaga. 2 xonali uy deydigan bo'lsak, 3 kishi bir amalab yashasa bo'ladi. Lekin 2 xonali uyga 3 kishi ko'p. Agarda 3 kishi oladigan bo'lsa, $500 3 ga bo'lib to'lashadi. Ro'zg'or 3 kishi uchun taxminan bir $100 yetsa kerak. Ya'ni tejab ishlatganda $100 yetsa, bir oyga. Yana $100 3 ga bo'lishadi. Keyin yog'iga o'sha transportlari va boshqa rasxotlar, ya'ni o'ziga ham bog'liq. Har xil kafelarga borib ovqatlanadigan bo'lsa qiynaladi. O'zi ham ishlab, ham o'qib, talaba o'zini kontraktini o'zi to'la olishi mumkinmi yoki baribir uydagilardan yordam olish to'g'ri keladimi? Turkiyada. Agarda misol $500-600 oylik bilan shu narsani qilmoqchi bo'lsa, sal qiynaladi menimcha Istanbulda. Chunki Istanbulda xususiy universitetlar $2000, $2200 dan boshlanadi. O'rtacha universitetda o'qisa misol uchun. Agar davlat universitetida bo'lsa, eplasa bo'ladi. Davlat universitetlari taxminan yarim yil uchun to'laydigan bo'lsa, shu $600 atrofida bo'ladi. $600 demak, bir oyda topib qo'ysa bo'ladigan pul. Suhbatimiz yaxshi davom etyapti. Endi bizada blitz savollarimiz bor. Blitz savollarimizga birin-ketin javob berasiz. Bu blitz savollarimiz xohlasangiz qisqa, xohlasangiz tezlik bilan javob berishingiz mumkin. Demak, savollarni boshladim. Kitob siz uchun do'st yoki ustoz? Ustoz, yozuvchisiga qarab. Chunki kitobni yozuvchisi o'zi ustoz bo'ladi. Tushunarli. Siz uchun ilm nima? Menimcha hamma narsa bo'lsa kerak. Chunki ilmsiz iloji yo'q. O'zbekistonda siz yoqtirmaydigan ijtimoiy odat. Ijtimoiy odat derkan? Ijtimoiy odat. Misol uchun navbat kutish tartibsizligi, shunaqa ijtimoiy odatlar ko'p-ku. Yoqtirmaydigan odam g'ashiga tegadigan. Menimcha Instagramdagi mana qilib. Shuni aytsa bo'ladimi? Instagramdagi bo'lar bo'lmas videolar, mantiqsiz videolar. Bo'ladi. Shaxsiy o'sishingizga eng katta ta'sir qilgan inson. Shaxsiy ish bo'yicha. Ya'ni umumiy. Umuman inson sifatida o'sishingizga. Unaqa ko'p. Otamdan boshlab akam desam ham bo'ladi, ustozlarni aytsak bo'ladi. Ko'p ustozlar. Tushunarli. Inson hayotida eng kerak bo'ladigan fazilat. Bitta so'z bilan. Farosat. Farosat. Oxirgi marta qachon o'zingizdan faxrlandingiz? Men shu qabul xat olganimda xursand bo'lib qo'yaman bo'ldi. Talabalar uchun. O'zingiz yoqtirgan va hammaga maslahat beradigan kitobingiz? Yozuvchisiga qaraylik. Yozuvchisiga qarab tanlagan yaxshi menimcha. Ya'ni bitta yozuvchini bir nechta kitob bo'ladi. Turkiyani kitoblaridan oladigan bo'lsak, Fotih Tumanni ba'zi bir o'zbek tiliga hali tarjima qilinmagan kitoblarni turk tilida o'qidim. O'shani maslahat qilaman. Aynan Iqro degan kitobi bor ekan. Juda ham zo'r kitob yozilgan ekan. Oxirgi marta o'zingizga qilganchalik kimga yaxshilik qildingiz? Tanishlarimizga, yaqinlarimizga.
Bitta imkoniyat berilsa, tarixdan yoki hozirgi zamondan dunyoviy insonlardan kim bilan gaplashgan bo'lardingiz? Abdulhamid Xon. Abdulhamid Xon bilan? Nega? Juda ham qiziqaman shu insonni, chunki u insonni boshqacha yaxshi ko'raman-da. Uni dunyoqarashi, uni ilmi ham dunyoviy tarafdan ham diniy tarafdan juda ham zo'r deb o'ylayman. Yaxshi ko'raman. Qaysi savol bergan bo'lardingiz? Bilmadim. Nima deb so'rashni bilmaysiz, chunki u odam o'zini millatini, o'zini shu Usmonli davlatini himoya qilish uchun qo'lidan kelgan hamma ishni qilganda. Ya'ni yana nima qilishingiz mumkin deb so'rab bo'lmaydi-da bu odamdan. U odam bilmadim 33 yil o'zini anaqasini davlatini juda zo'r himoya qilgan, lekin o'sha qo'lidan hech narsa kelmaydigan payt parchalanganda. Turk tili filologiyasida o'qiysiz mana misol uchun. Shunchalik qiziqmi sizga turk tili filologiyasi? Narsa qiziq. Turk tili filologiyasi tillari va turkiy madaniyat menga qiziq. Shu bilan birga O'zbekistonda turk tilini rivojlantirishga juda ham qiziqaman, juda ham hol erdim. Hozirgi kunda to'g'risini aytganda turk tili O'zbekistonda qanaqadir hurmatsizligiga sabab bo'lib qolyapti ba'zi bir odamlar tomonidan. Misol uchun sertifikat olmoqchi bo'lganlar turk tili oson deb boshlayverishadi. 2 oyda sertifikat olasiz, o'qilasiz, o'qilasizga men to'g'risi ishonmayman. 2 oyda siz aytaylik o'sha A1 darajadan C1 darajagacha darslarni o'tasiz. Lekin sertifikatga kirib mayli sertifikat olgan taqdiringizda ham 1 yildan keyin siz o'sha turk tilidan hech narsa qolmaydi. Ya'ni tez o'rganasiz, tez sertifikat olasiz, shu bilan bo'ldi, tashlab qo'yasiz. Bu tilga bo'lgan hurmatsizlik deb o'ylayman. Shuning uchun bitta tilni o'rgatayotganda bitta kursdoshim bordi, opa, yoshlari mendan kattaroq. Juda ham anaqa farosatli inson, ilmli inson. Shu inson aytdi, turk tilini o'rgatayotganda har doim madaniyati, tarixi, tili, qadriyati shu narsalar bilan o'rgatish kerak. Shunchaki o'sha aytaylik hozirgi zamon bo'lsa gidiyorum deb o'rgatib ketish kerak emas. Tarixiga ham qarash kerak. Ya'ni bitta tilni o'rgatayotganda faqat til emas, ilmni ham o'rgatib ketish kerak deb o'ylayman. Lekin bu narsani agar ilmni o'rgatamasangiz 2 oyda ulgurmaysiz. Shunaqa narsa taraflari bor. Shuning uchun tilga bo'lgan hurmat muhim. Tushunarli. Bugun siz bilan o'tgan vaqtimiz manoqli o'tdi, mazmunli o'tdi. Mana shunday. Vaqtingiz ayamasdan kelganingiz uchun kattakon rahmat. Sizlarga ham rahmat. Mana shu olgan podkastimiz bizani ko'rayotgan talabalar uchun foydali bo'lsa, shundan men ham siz ham juda ham xursand bo'lamiz. Va mana shuning uchun bugun mana shu yerda jamlanib biz harakat qildik. Qo'ldan kelgancha o'zimizni bilgan tajribalarni bilashga harakat qildik. Vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun rahmat. Sizga ham rahmat chaqirganingiz uchun. Podkast haqida fikrlaringiz? Zo'r, manoqli suhbat bo'ldi. Qiziqarli savollar bo'ldi. Qaysidir ma'noda o'sha miyamizda saqlab yurgan narsalarni insonlarga yetkazishga harakat qildik. Bu narsani o'zimiz ham YouTube, Instagramimiz bor, lekin yetkazishga qiynalardik. Bugungi suhbatda ancha ochildim deb o'ylayman menimcha. Rahmat sizga. Sizga yana bir bor rahmat. Podkast qilganingiz uchun va bizani yaqin soatlar ichida tomosha qilgan talabalarga, abituriyentlarga, kuzatuvchilarimizga, podpischikalarimizga kattakon rahmat aytamiz. Ketgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Podkast sizga yoqqan bo'lsa, kommentariyada fikringizni yozib qoldirishi, like bosishi, podpiska tashlab kuzatib borishi, qo'llab-quvvatlashi esdan chiqarmanglar. Sizlar ozgina qilgan harakatingiz bizga katta motivatsiya qo'llab-quvvatlash beradi. Hozircha bizada shular. Keyingi podkastgacha xayr. Ko'rishguncha salomat bo'linglar. Umrni faqat o'zingiz uchun sarflab yubormang. Har o'rganganingizni boshqalarga ham o'rgatishga, birinchi bo'lib o'z yurtdoshlaringizga, qardoshlaringizga o'rgatishga harakat qiling. Har bir insonning jamiyat oldida o'z vazifasi bor. O'z sohasida vazifasi bor. Shu vazifalarni umri bo'yi bajargan inson har qanday sohada yetuk bo'ladi. Jamiyatga xizmat qilgan inson umrini zoya ketkazmagan bo'ladi. Siz ham qaysi universitetda, qaysi fakultetda o'qishdan qat'iy nazar insonlarga xizmat qilishni maqsad qiling. Bu tavsiyalarni sizga shunchaki yetkazuvchi bo'ldik. Tavsiyalar ustozlardan olingan. Ha do'stlar, bu ularning hikoyasi. Chunki bu talabachilik.